Statistik ma'lumotlarga qaraganda 80% dan 90% gacha odam har yil maqsad qo'yadi, lekin yilning so'ngiga qadar esa bu maqsadlarga erisha olmaydi. AQShning Scranton University tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra esa 64% odam birinchi oyni o'zidayoq taslim bo'ladi. Qolgan 46% esa 6 oy davomida harakat qilishadi, lekin yilning so'ngiga qadar esa 9% gina odam yetib boradi. Ya'ni 100% dan 9% odamgina qo'ygan maqsadlariga erishadi. Mana shu 10% odamni ichiga kirish uchun biz intizomni kunlik hayotimizga qo'shishga qaror qildik. O'zimiz uchun challenge, ya'ni chorlov yaratdik. 180 kun davomida sport bilan shug'ullanish. 180 kun o'z xohishlarimizga qarshi chiqqan holda qishdami, yozdami, kundami, tundami, issiqmi, sovuqmi, umuman farqi yo'q. Biz sport bilan shug'ullanishimiz kerak edi. Bugun 22-yanvar. Biz yana zalga ketamiz. Ko'chada qor yog'yapti. Bu intizom va motivatsiya orqali esa qo'ygan maqsadlarimiz uchun yoqilg'i sifatida foydalandik. Bugun biz o'zimizda hosil bo'lgan qiyinchiliklar, kelgusi holatlar uchun olgan darslarimiz, to'g'ri intizomni shakllantirish, qanday qilib maqsadlaringizga erishish mumkinligi va motivatsiya nega muhimligi haqida gaplashamiz. Qadrli qadrdonlar, sizlar bo'lsa videoga like bosishni, videoni o'rtoqlar bilan ulashishni va bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlarni ozgina ko'rsatgan e'tiboringlar bizga katta yordam beradi. Intizom nima? Intizom bu o'zingizni boshqarish va belgilangan qoidalar, rejalar yoki tartiblarga rioya qilish qobiliyatidir. Oddiy qilib aytganda, xohlaymanmi, yo'qmi, baribir qilaman degan yondashuv. Ko'pchilik intizomni har kuni bir xil tartibda va bir xil miqdordagi ishni qilish deb tushunishadi. Lekin aslida intizom bu har kuni minimal tartib va minimal miqdorda ish qilish. Shuning uchun ham bu challenge-da men o'zimni minimalimni qadamlar sifatida qo'ydim. 180 kun jismoniy mashq bilan shug'ullanaman va yoki minimum 10,000 qadam yuraman. Biror bir sport bilan shug'ullanmadimmi, 10,000 qadam yurishim kerak. Sizlarga tavsiyam, intizomni kichkina ishlarda shakllantiring. Har kuni 10 ta chet tili so'zini yodlayman, har kuni 3 tagina turning tortilaman, har kuni 10 minut yuguraman. Har kuni bir betdan kitob o'qiyman. Nega kam miqdorda deysizmi? Sababi oddiy. Miyamiz qiyin ishlarni ko'rganda har doim uni osongina aylanib o'tishga, qanaqadir bahonalar topishga harakat qiladi. Masalan, siz har kuni 100 bet kitob o'qiyman deb maqsad qo'ydingiz. Lekin tabiiyki qaysidir kuni siz ishingiz chiqib qoladi yoki qanaqadir bahonalar bilan siz o'sha 100 bet kitobni o'qiy olmay qolasiz va sizda motivatsiya sinishi paydo bo'ladi. Intizomsizman deb o'ylab qolishingiz ham mumkin. Nimaga? Sababi bugun qilmadim, ertaga ham qilmasam bo'ladi degan xayollar sizga kela boshlaydi. Lekin siz maqsadingizni minimum qo'yganingizda edi, siz ortga chekinmasdan ilg'or qadam tashlagan bo'lardingiz. Sport bilan ham xuddi shunaqa. Agar sizni maksimumingiz 5 kilometr bo'lsa, men bugun 5 kilometr yuguraman deb maqsad qo'yishingiz sal xatoroq bo'lishi mumkin. Muammo ham shunda. Biz maqsad qo'yayotganimizda har doim maksimumlarni olishga harakat qilamiz, minimumlarni emas. Masalan, men maksimum 5 kilometr yugurish mumkin. Lekin men har kuni 5 kilometrdan yuguraman deb maqsad qo'ysam, bu meni charchatib qo'yadi, motivatsiyam o'ldiradi va intizomim yaxshi shakllanmaydi. Shuning uchun ham har doim minimum maqsad qo'yish kerak. 5 kilometr emas, bugun men 1 kilometr yuguraman deng. Va o'sha 1 kilometr yugurishga chiqqan paytingiz, o'zingizda kuch topsangiz, yana ortiqcha kilometr yugurib qo'ysangiz bo'ladi. Va bunisi esa sizning motivatsiyangiz yana ham yuqoriga ko'tariladi. Intizom shunday shakllantiriladi. Keyingi tavsiyam esa har kunlik intizomni shakllantirish bo'ladi. Ya'ni siz biror bir ishni qilmoqchimisiz, uni har kuni qiling. O'shanda sizda hech qanaqa orada uzilish paydo bo'lmaydi va motivatsiyangiz oshishda davom etadi. Yangi yilda hammamiz resolution qabul qilamiz. Yangi maqsadlar, yangi qarorlar. Kimdir chekishni tashlamoqchi bo'ladi, kimdir kitob o'qimoqchi, kimdir sport bilan shug'ullanmoqchi. Xullas, yomon odatlar tashlanib, yaxshi odatlar rivojlantirmoqchi bo'lamiz. Lekin nimaga 80% dan 90% gacha odam yilning oxirigacha ham yetib bormaydi? Maqsadlarini unutadi. Harakatdan to'xtab qoladi. Menimcha muammoni asli ham mana shunda. Biz qanaqadir kunni kutib yashaymiz. Ertadan, keyingi haftadan, yangi oydan, yangi yildan biz ideal vaqtni yaratishga harakat qilamiz. Lekin intizom unaqa ishlamaydi. Intizom bu har kunlik ishni har kuni qilish. Motivatsiya ham xuddi shunaqa. Motivatsiya bor payti aynan o'sha ishni qilish kerak. Ko'pchiligimizda bo'lgan. Soat 3 da motivatsiya kelib qoladi va biz ertangi kun uchun juda ham katta reja qilamiz. Ertasi kuni esa budilnikni soat 10 da o'chirib, yana o'sha eski holatimizga qaytamiz. Agar sizda motivatsiya tug'ildimi, u ishni hozir qilishingiz kerak. Intizomda ham xuddi shunaqa. Siz biror bir ishni qilmoqchimisiz, u ishni har kuni qiling.
Challenge boshlayotganimizda bizning asosiy maqsadimiz o'zimiz uchun ideal tanani hosil qilish va 90% odam qila olmaydigan ishni qilish edi. 180 kun intizom bilan maqsadimizga erishish. Lekin natijalar ham yo'q emas. Bu rasmda meni challenge boshlanishidan oldingi holatimni ko'rib turibsiz. Bu rasmda esa challengening oxiridagi rasmim. Bittasida 75 kilogramman, ikkinchisida esa 85 kilogramga chiqqanman. Semirsan-ku deyishga shoshilmang. E'tiboringiz uchun bu rasmda ham 85 kilogramman. Ya'ni ikkalasida ham ko'rib turganingizdek 85 kilogramman, lekin tafovut ancha-muncha. Bittasida yog' qatlamim ko'p, ikkinchisida esa muskul. Qanaqa sport bilan shug'ullanish, qaysi mashqlarni bajarish, bu haqida gapirish menga emas. Men sportsmen yoki trener emasman. Men shunchaki challenge orqasidan o'rgangan narsalarimni sizlarga ulashmoqchiman. 10 ming qadamga keladigan bo'lsak, 10 ming qadam yurish sizga hech qanaqa cho't bo'lmay qoladi. Sababi oddiy. Kun davomida ishxonani o'zida harakatlanmadim degan taqdiringizda ham 2-3 kilometr masofani yurib qo'yasiz. Uyga qaytayotganingizda qolgan 2-3 kilometr yurib qo'yishingiz mumkin va bu sizni ancha-muncha sog'lomlashtiradi. Kitob o'qishda ham xuddi shunaqa. Har kuni 100 bet kitob o'qish shart emas. Agar siz umuman kitob o'qimaydigan odam bo'lsangiz, kuniga 1 bet kitob o'qishdan boshlang. Va sekin-asta bu narsa sizda intizom shakllantiradi va siz natijaga erisha boshlaysiz. Kundan kunga ishtiyoqingiz ortib boradi va qilayotgan ishingizdan o'zingiz mazza qilishni boshlaysiz. Tushunishinglar uchun miya qanaqadir yengilroq yuklamani ko'rganda, bu oddiy ish ekan, tez qilib qo'yaman, bo'ldi deb o'ylaydi. Ya'ni miyangizda siz uchun qanaqadir bahona o'ylab topish prosessi yuzaga kelmaydi va sizda intizom shakllanishni boshlaydi. Intizomni rivojlantirishning yana bir usuli bu traction. Ya'ni qilgan ishingizni ko'zga ko'rinadigan qilib belgilab ketish. Eng yaxshi usul esa kalendar bilan ishlash. Har kuni 10 mingta qadam yurishingiz kerakmi? Yurganingizdan keyin kalendarga o'sha kunni belgilab keting yoki X chizib qo'ying. Ko'pchilik intizom shakllantirishda motivatsiya muhim emas deb hisoblashi mumkin. Lekin yo'q. Motivatsiya muhim. Motivatsiya so'zi shunchaki bizda boshqa so'zlar bilan assotsiatsiya bo'lib qolgan. Ya'ni tur o'rningdan harakatga kech, $1 million top, gelga ol, ya'ni shunaqa ruhlantiruvchi gaplarni motivatsiya deb hisoblaymiz. Lekin motivatsiya bu umuman boshqa narsa. Motivatsiya bu odamni ichki yoki tashqi omillardan kelib chiqadigan biror bir ishni qilishga undaydigan kuch. Oddiy qilib aytganda, motivatsiya bu nega buni qilyapman degan savolga javob. Ya'ni tushunishingiz uchun bu sizni biror bir ishni qilishingiz uchun eng asosiy sabab va nega degan savolga javobni bildiradi. Qachonki siz biror bir ishni aynan nega qilish kerakligini tushunganingizda, siz asl harakatga kechasiz. Millioner bo'lishim kerak. Nega? iPhone 9 olishim kerak. Nega? Mashina olishim kerak. Nega? Geylikim bo'lsin. Nega? Qachonki biz mana shu nega degan savolga asosiy javob topsak, bizni harakatdan hech narsa to'xtatib qola olmaydi. Shuning uchun ham biror bir maqsad qo'yayotganingizda chuqurroq o'ylab ko'ring. Bu narsa o'zi sizga nega kerak? Agar sizni javobingiz hammada bor, menda ham bo'lsin, o'rtoqlarimda bor, menda ham bo'lsin, jamiyatdagi statusim oshadi deyotgan bo'lsangiz, menimcha boshqa maqsadlarni qo'yganingiz yaxshi. Ijtimoiy tarmoqlar shunaqangi odamlarning kutilmalarini katta qilib qo'ydiki, odamlarni o'zlari ham nega degan savolga javob topmasdan harakat qilishmoqda. Yana bir holatni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Hozirgi kunga kelib iPhone 6 ball olish qanaqadir uyatli bo'lib qoldi. Ya'ni go'yoki siz hech qanaqa ish qilmagansiz, mehnat qilmagansiz. Aslida unaqa emas. Men ingliz tilini o'rganayotgan paytim, meni ustozimning IELTS 6 edi va o'sha payti bu juda ham zo'r natija hisoblanardi. Bu holatga ham ijtimoiy tarmoqlar sababchi. Ijtimoiy tarmoqlarda, Instagramlarda, Telegramlarda ko'rayotgan kosmik natijalarimiz bizni kutilmalarimizni oshirib tashadi. Lekin biling, siz hech kim bilan musobaqalashmayapsiz. Siz har doim o'zingiz bilan musobaqalashing. Ya'ni har kuni kechagi versiyangizdan 1% ga yaxshiroq bo'ling. O'sha 99% odamdan o'tib ketasiz. Agar sizning motivatsiyangiz aniq bo'lsa, aytasiz, men IELTSdan minimum 7 olishim kerak, sababi chet elda o'qimoqchiman. Nega chet elda o'qimoqchisan? Sababi bo'ladi, ta'lim sifati yuqori. Xo'p, qaysi yo'nalishda o'qimoqchisan? Moliya. Xo'p, nega moliyada o'qimoqchisan? Va mana shunaqa tartibda agar siz hamma nega degan savollarga to'liq javob bera olsangiz, demak sizning maqsadingiz asosli bo'ladi. Bizning holatda ham motivatsiya aniq edi. Intizomni shakllantirish. Nega intizomni shakllantirish kerak? Chunki intizom hamma ishda muhim. Intizomingiz bo'lmasa maqsadingizga yetish qiyinlashib ketadi. Intizom bo'lmasa biror bir kasbni yaxshi o'rgana olmaysiz. Intizom bo'lmasa til o'rgana olmaysiz. Boshqalardan yaxshiroq natija ko'rsata olmaysiz. Xullas, intizom hamma uchun muhim. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, maqsad bu yo'lning oxiridagi natija.
Motivatsiya bo'lsa mana shu yo'lni nega bosib o'tish kerakligi uchun asosiy sabab va intizom bo'lsa chalg'imasdan mana shu yo'ldan yurish demakdir. Qadrli qadrdonlar, agar videomiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Siz bo'lsa videoga like bosishni, uni o'rtoqlaringizga jo'natishni va bizga obuna bo'lishni unutmang. Undan ham kuchliroq qo'llab-quvvatlayman deydigan odamlar bo'lsa, bu havola orqali bizga donat qilsangiz bo'ladi. Biz ham maqsadlarimiz yo'lida harakatlanayotgan kichkina piyodalarimiz. Maqsadlarimiz ulkan bo'lishi yaxshi, lekin uni kichkina qadamchalarga bo'lmasak, u yetib bo'lmas olis yo'lga o'xshab ko'rinib qoladi. Shuning uchun ham rejali va tartibli maqsad, to'g'ri qo'yilgan motivatsiya va davomiy intizom bizni maqsadlarimiz sari katta qadam tashlashimizga yordamchi bo'ladi. Maqsadingizni qadrlang. Sen orzularing qani, sen orzularing qani, nega o'ying bo'sh ayt, sen orzularing qani, shirin hayoting qani, qanaqa ekan lyuksdami, sen ertaga katta trenirovka bo'ladi, oyoqqa leg day bo'ladi. sen orzularing qani, nega o'ying bo'sh ayt. Yiqilmadingizmi? Yiqilmadim, muhim yiqilmadim. Sizcha? Yiqildim. To'g'risi har tarafdan qanaqadir bosimlar bo'ldi, stress, o'qishdagi muammolar, imtihonlar o'shalarni hisobiga ozgina to'xtab qoldim va ayrim ma'noda kerakmikan o'zi bu degan savollar paydo bo'ldi. Lekin inshaalloh men qaytdim. 1-yanvar Beast Year deb atanaman bu yo'lda. Bu yo'l juda ham ko'p rezultatlarni ko'rsatamiz inshaalloh. Sizlar ham to'xtamanglar, qanchalik qiyin bo'lmasin, to'xtamanglar. Let's go.